Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bugun 18-mart, sizlarga qiladigan ishlarimizni bir chetdan ko'rsatib o'tamiz. Videolarimiz yoqsa bir dona like bosishni unutmang. Bugun mana shu yerga mana bu kecha qo'qlarni olib edik. Mana bitonni chiqib turibdi, mollar yaxta qo'yibdi. Endi hozir mana shu yerga Makka pressdan o'tamiz. Makka pressdan katta bo'ladi, ko'rsalaringiz hozir ko'rsatib o'tamiz. 700-600 kilogramdan chiqadi har bir. Mana shu yerga 1,5 tadan o'tamiz pastiga, mana yarmidan nariyoqqa hisob. Mollar yotish uchun. Mana shu polyadan o'tamiz hozir. Yerga o'tamiz ular mana. O'sha betonga mana yerlarga o'tamiz hammasini. Mana shu katta polyani. Mana ga. Mana zag'ilib yotyapti endi ular. O'yna, mana shu tajida ishlar yotishadi endi. Hangi sarg'adi? Biz o'zimizdagilar nima qilamiz? Qachaydi, mollarga beramiz. Mana yaxshigina maskani pressida bu. Bu tarafga ham o'yapti. Qo'rqoqda.